Salom do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Dream Best Buy kanali. Bo'lar sizlarga bugun videomiz YouTube'ga 50 ta obunachisiz jonli efir yoqishni o'rgataman bolalar. Birinchi o'rinda Google Chrome'ga kirib olamiz. Va bu yerdan youtube.com yozamiz. YouTube brauzeriga kirib olamiz. .com deb yozamiz. Yo'q, qo'yadim. Bosamiz. YouTube brauzeriga kiramiz. O'zi kirib ketdi. Mayli, bu yerdan kiramiz. Xuddi shunday qilib yozib olamiz. Keyin bu yerdan 3 ta nuqtachadan, 3 ta nuqtacha turibdi. Bu yerdan desktop versiyasiga bosamiz mana. Sizlarda bu galochka o'chiq turadi. O'shanga bosasizlar, galochkaga bosasizlar. Sizlarda shunday bo'lib turishi kerak. Keyin bu yerdan chiqamiz. Bu yerdan kanalimizga kirib olamiz. Обновление bo'lib ketdi. Bu yerdan kanalimizga kirib olamiz mana. Kanalchamiz ustiga bosamiz. Bosganimizdan keyin bu yerdan kanalingizni ochish joyiga kiramiz. Va kirganimizdan keyin bu yerda bizda o'zimizning kanalimiz ochiladi. Yaqinlashtirilmayapti. Keyin bu yerdan do'stlar, bitta kanalni sozlashga kiramiz. Hozir meni internetim yaxshilamayapti. Mana kanalni sozlashga kiramiz bu yerdan. Sozlashga kirganimizdan keyin bolalar YouTube Studioga kiradi. Birpas kutamiz. Keyin bu yerdan kanalimizni tasdiqlashimiz kerak bolalar maytdan. Tasdiqlamasak bo'lmaydi. Mayli, tasdiqlamasalar ham mayli. Keyin bu yerdan yaratishga kiramiz bolalar. Yaratishga bosamiz. Jonli efir mana ikkinchisida turibdi mana. Mana bu yerda jonli efir degan joyi bor. Mana bola jonli efir ikkinchi o'rinda turibdi. O'shanga bosib turamiz. Bosib turib bossalaring mayli, yaxshiroq bo'ladi. Keyin bu yerdan mana 14-iyun 2025-yil 23:17 sanasida streamga ruxsat so'ragansiz. Kanalingiz yoqilgach stream rejalashtirish yoki darhol efirga chiqish mumkin deydi. Bu sizlar o'sha bugun, masalan, bugun shuni sizlarga o'rgatgan narsam qilganlaringdan keyin 24 turadi 9 o'rniga men kecha qilgandim. Bugun 23:17 da ochiladi streamim va jonli efirga chiqishim mumkin. Kanalimizga obuna bo'ling. Video yoqqan bo'lsa like va obuna. Go!